Tushunarlimi? Siz ikkita to'pchani yapsangiz bo'lar, ikkalasini. Pasta qilib. Bo'ldi, endi ikkalasini topib ko'ramiz hozir. Meni ikkita to'p bor. Hozir ko'ramiz endi. Voy. Bitta to'pcha chiqdi. Bittasi. Bitta chiqmadi. Endi-chi? Ikkalasi ham. Ikkalasi ham chiqdi. Ko'rdingmi? O'rgandingiz yo'da uyga borib undanlik qilib qo'yasiz. Mana bu tomonda qo'pol bor. Bu tomon ochiq. Bunisi ham demak bu tomon ochiq, lekin qopog'i yo'q. Ko'rlangan. Bu nima bo'ladi? To'pcha. Ha. Tennis to'pchasi. Tashlaymiz ichiga. Tashlaymiz ichiga. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? Suv. Olamizligini ko'ryaptimi menga? Mana. Olamizda bunga solamiz. Nima bo'ladi? To'pcha chiqadi tepaga. Chiqaman. Aniqmi? Aniq. To'p nima qildi? Tepaga ko'tardi. Chiqdi. Pastda turadi. Buni-chi? Ko'tardi. Ha? Buni bo'lyapti. Chiqmaymi? Yo'q. O'ylab ko'ringlar. Chiqadi, chiqmaydi. Nima uchun? Suv tushib ketadi, pastga Ana qaytadi. ko'ramiz, rostdan shunday bo'ladimi yo'qmi? Bo'lmaydi. Keyin sababini so'raymiz keyin. Ana. Bu genilar tomonidan sotlangan. Nima ko'tarilyapti? To'pcha cho'kmaydigan-ku. Chiqish Ustoz, kerak-ku. bu past yopiqligi uchun chiqib ketdi tepaga. Bunda havo yo'qligi uchun chiqib ketdi. Havo Bunda emas. havo yo'q, qayerda? Past Havo yo'q. yopiqligi ustoz buni. Yo'qligi uchun chiqib ketdi. Bunda past tomonidan chiqib ketdi. Xo'sh. Mana Bu fiziklardan cho'kkan yo'q. To'xta mana. Ushlatdim. Ummalik qilib Chiqib ketdi-ku. Ustoz, Havo kelib turgan edi. Solamiz. ustoz oqim borligi uchun. Xo'sh. Qanday hodisa ro'y beryapti deydi. Fizik hodisa ro'y berdi. Qanaqa fizik hodisa ro'y beryapti? Ha? Qaranglar. Birinchi holatda turibdi-ku. Bu tagi yopiq. Shundaymi? Suyuqlikni solganimizdan keyin nima qiladi? Tepaga Bu chiqadi. ichi suyuqlik to'la boshlagandan keyin kaptochamizning o'sha zichligi kichik-ku, to'g'rimi? Buni suv nima qila boshlaydi buni? Ko'tara boshlaydi. To'g'rimi? Yengil bo'lgani hisobiga buni nima qiladi buni? Ko'tarib yuboradi. Suvimiz zichligi katta. Endi bunisida bo'lsa, o'sha sharchamizni solib ustiga suv solyapmiz-ku. Bu sharchni chiqib chiqarish kerak. Lekin bu o'sha pastdagi bosim o'sha hisobiga nima qiladi buni? Pastga ishlab turadi. Bu chiqib ketish uchun mana bu yerdagi bosimni nima qilish kerak bu? Yengish kerak. Chunki o'sha suvimiz bu pastga qarab harakatlangani uchun bu tomonga qarab pastga qarab buni nima qila boshlaydi? Torta boshlaydi. Keyin ma'lum bir suyuqlik kelgandan keyin bu ham o'sha suyuqlik bilan buni bosib, naqtiribdi buni ushlab turibdi. Bu yopgan vaqtimizda nima qiladi? O'sha pastga bostiradi, pastga o'sha bosadigan kuchimiz yo'qoladi-da, bu tepaga qarab chiqib keladi. Tushunarlimi? O'tdik-ku bu yer nimamizda. Suyuqliklardagi harakat degan. Tushunarli bo'ldimi? Chiqmaymi ekan rostdan ham? Ana. Boshqa to'pcha cho'kami desa, cho'kadi yo'lar ekan bizda. Suv solsak.